Navbatdagi savolimiz biroz qiyin savollar turiga kiradi. 5 balli savollar bu. Quyidagi raqamlar yozilgan qog'ozchalar ikkita qutiga joylashtirilgan. Ya'ni bu yerda 5 ta bor. 5 ta quticha. Shuni ikkitaga joylashtirilsa nima bo'ladi? Bittasi 3 ta bo'ladi. Ikkinchisi esa 2 ta bo'lishi kerak bo'ladi. Demak, har bir qutidagi raqamlarning yig'indisi bir xil. 4 raqami bo'lgan qutida qaysi raqam bo'lishi kerak? E'tibor bering. Ikkita tomonda bir xil bo'lishi uchun avvalo bularni bir-biriga shunchaki qo'shib chiqamiz. Misol uchun, 2 ga 3 ni qo'shsangiz 5, 4 ga 5 ni qo'shsangiz 9, 5 ga 9 ni qo'shsangiz 14 va 6 ni ham qo'shgan vaqtingizda jami javob 20 bo'ladi. Endi bu 20 bo'ladigan bo'lsa, buni o'rtasidan bo'lsak, ya'ni nima deyapti bu yerda? Har bir qutidagi raqamlarning yig'indisi bir xil, bir-biriga qo'shganda. 20 bo'ladigan bo'lsa nima bo'ladi? Buni o'rtasidan bo'lsangiz 10 bo'ladi. Ya'ni bitta qutichada 10, ikkinchi qutichada ham 10 bo'lishi kerak. Savol beramiz o'zimizga, qaysi raqamlar yonma-yon tursa, yig'indisi 10 bo'ladi? Aniqki 4 bilan 6. Demak, 4 bilan 6 bir tomonda tursa, deylik mana bu qutida 4 turibdi va 6 turibdi. Ikkinchi tomon yig'indisi 5 bo'ladimi? To'g'rirog'i 10 bo'ladimi? 2 ga 3 ni qo'shsak 5, unga mana bu qolgan 5 ni ham qo'shsak 10. Demak nima bo'ldi? 4 bilan 6 bitta qutida bo'lar ekan, 2, 3 va 5 lar bitta qutida bo'lar ekan. 4 raqami bo'lgan qutida qaysi raqam bo'lishi kerak? Mana shu joyda biz 6 ni tanlaymiz. Sababi aniq, chunki bizda 4 bo'lgan joyda 6 bo'lsa, keyin javob 10 bo'lar ekan.